Yok. Dada, kaçanma beni tonası. Özümle Kayseri çoğunluk bağımlı pişmanım bacıma. Dada. Pasak toydu ba. Toydu. Unda olsa tamaqlama yap bo'ldi. Dabazan udlu joylashganligi Baxtiyor Oltin Zibuzunat Sod shaharchisi degan edim. Do'konni bilan aprabsa. Dukkan? Ha? Aprabsa. Hep ma telefonu amma atqım ne mani? Dadamga bir asat qarab da ishimni tugatib olmoqchi desam, yo o'z yo'q, yo dadam yo'q, yo telefon olmaydi. Unda olsa hozirlan berib olaylik. Bo'lmasa ocham ishni bilsa buzudi baqa. Ma'qul. Saqlabda. To'xta. Tinglar olon shu yerda. Yok. Onu şu yerda. Yok, üzüntü settimizde. To'yda dadangizni izlatamsiz? Dadamni ko'rganmi Tofkan? Dadangizni ko'mdim. Bayam Sardar kamla telefon paranglashgan. At Dabazanın udulki Baxtiyor Zaganinki yanada selvatgan qurilishidan oltin dukun olma, dadamni aşağı başlamaqdan deb o'ynadi degandi. Bizning Baxtiyor Oltin Kumush Zibuzunat Sod shaharchimiz Dabazanın udul tarbiyaga joylashgan. O'rin afzalligi alaydi yaxshi. O'rimchidagi Oltin Kumush Zibuzunatchilar oldin o'ylashib setmoqchi bo'layotgan oltin o'rin. Mana. Jin dedi. Dada. Ko'doma mana shunday bir nochiya qurilmoqchi ekan. Mana mushaga mana shu o'limchidagi barliq eng yaxshi zagalar yig'ilmoqchi ekan. Mana mushadan do'kondan birini olsam, oltin degani setib ketsam, hammada menga havas qilib ketsa, qizlar kiribdi, qashlarini etib ketsa, shuni orasidan birini tanlab, xotinlik olib ketsam. Bo'lsa qarang, shu ishdan kirganlik edik, hammadan ko'zik chiliqadigan yo'g'on do'konni bir tavsiya qilaman. Bu do'konning bahasi boshqa do'konlarnikiga qaraganda bir qadar qimmatroq chiqadi. Ha shu bir qadar qimmatroq chiqadigan do'konni olmoqchi shu odamning puli yomon jiq. Bo'lsa men ishni darhol deyishib, darhol to'xtamsa, men ishni hal qiluvchilar. Beka ocham kelsa ishni buzdi baka. Bunda. Apam geldi, apam. Hey, men kembigen bo'lsam dadamdan pulsni aldab ilib olay deganmidin? Sen nerede peda oldu? Dadamni ko'chko'yladimda so'rab shudingmi? Men ko'chko'ydan so'rab yurmadim, men dadamning uyida ichib zerikib ketibdi, unda teshikqa chiqib aylantirib, bunda tomoq yuzib keldim men. Aylantirib kirgach pulni qo'yay dedim degan gapni kayni qitib qo'ya. Ya acha, to'lamışda adamning yurgin siqlan gapni qilmag'ida. Meni burundilamışda yaxshi yerda oltin do'kon ochib qimmatdi. Buningdan dadamning xabari bor. Agar dadam meni yigila shop qolmagan bo'lsa, qo'limdan tutib o'zakdan apratdi. Hozir men davlat o'zab boshlab keldim shu. Apa. Sen bu balamı bu akırma. Bunun kolu pek nazik. Ben pek tersi çok kızım. Bili bak aşırılaydı. Aldığıma meni bozak qilmisin deydi. Ma'qul. Sen do'kon olsangmi ol. Men do'konimni setib, sen do'kondan birini olib beray. Ya acha, sening o do'kondan setilib bo'lguncha, mushunda yaxshi yerda do'kon men saqlab turamda. Qara. Miyada uy xumar deb bir aptit aloqadigina. Miyaga uy olsang, uy sotsang, do'kon olsang, do'kon sotsang, rasmlarni chiqarsang, bevosita sen bilan aloqalashib setib berdik. Ya'ni o'tirdiki boshqa jo'njalarda pul tutib oladigan ishlar yo'q ekandigina. Hozircha yinimizga bopulga yojing to'lab turaylik. Oldin do'konim setilgan degan, biroq to'lab beray. Ha mayli, agar zadim ishlar qilmaysan, ishlar qilaylik. Ama dadamning men tonib sen tonmaganimi? Yaxshi bo'ptiki. Bundaki mushunda bir yukimni ko'tarib meni bir derdim derman bo'lasiz juma cho'ng apa. Apa. Sen ben balamın digini kıpay bunun kolu pek nazik. Eğer digini kıpaymışsan bu jıklaydı o. Kolu pek nazik. Ha, men yajin to'laydigan ish va gash bo'ldi. Dada, kaçanma beni tonası. Özümden Kayseri çoğunluk bağımlı pişmanım bacıma. Ha bo'ldi, yig'lamag'ina, ikkingiz gap bo'q yig'laydi ekansiz. Ha bo'ldi, olmayman. Bo'ldi, juriyat deb ketdim. To'xta. Men acam olgan ekan öpray. Voy bo'ldi, rahmat, olmayman. Ko'ra öpray. İnsan kalbide sevgi yo'qolsa, bu dünya bir zulmet emasmi? Dünya aslida